bulovka taqishdan qo'rqib hali ham mana shunaqa zajemlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, zajemingizni endi otib bo'ladi. Chunki hozir men sizlarga bu zajemni taqmaslik uchun sabablarni keltirib beraman. Birinchi o'chirda diskomfortli bo'ladi, juda ham tomog'ingizga botadi va bo'shashib ham ketaveradi qizlar. Agar yo'q, menda bo'shashmaydi, umuman tomog'imga botmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, katta xato qilasiz. Sababi siz hali bulovka taqishni o'rganmadingiz. Agar bulovka taqishni o'rgangan bo'lsangiz, sizga bu zajem umuman yoqmay qolishi aniq. Undan oldin menga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya beraman. Qani ketdi. Birinchi bo'lib ro'molimiz oldinlarini to'g'rilab olamiz. O'zingizlar qanaqa o'rasanglar ham. Va bulovkamizni mana shunaqa ro'molimizni ikki chetidan chiqarib olamiz. Videoda sekin qilib ko'rsatdim. Umuman kesmadim qizlar. Bo'lni tushunib olishingiz uchun. Babi gapirsam tushunmaysizlar, shuning uchun ko'rsatib bera qoldim. Shuning uchun umuman kesmasdan videoni mana sizlarga sekin qilib ko'rsatdim. Mana polni linani uchi chiqqandan keyin o'sha chiqqan joyga kirib ketadi deb qo'rqmasanglar bo'ladi. Bo'lsa sizlarga bo'lsin, mana pastga, tepaga, o'ngga, chapga qilmam kirmasligini ko'rsatib isbotlab beraman qizlar. Bir marta sizlar bulovka taqishni o'rganib olib foydalansanglar, qolgan hech narsadan foydalana olmaysizlar va menga rahmat deb yozib qo'ysanglar bo'ldi qizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hammalarga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha